Negina? Qizim Mayket, shu kechqurungi pastalarni yuvmagansan. Seni bunaqaga kim oladi? Meni yuzimni yerga qaratasan. Nanajon, kechasi bilan Instagramda qolib ketibman. Hozir yuvib qo'yaman o'shani. Apa, siz Instagram ko'ryapsizmi yo to'kka tiqmasdan playsos qilyapsizmi? Xayol qara. Nanajon, to'kka tiqmabman, bering. Nanajon, qarang, chiqibdi. Chiqaversin. Sen qo'lingdagi telefondan foydalanolmaysan-ku. Telefonga qilayotgan ishingni olsang, chiroyli ko'ylaklar kiyib o'zingni video chaqilib Instagramga qo'ysang, qachalaman seni erga beraydim. Bir qiz bacha degan o'zini reklama qiladi. Men hali erga ham tegaman, lekin oq ko'ylagimni Toshkentdan kiyaman. Ona qizim, sen erga tek Toshkent damini olsin. Men O'zbekistonni yuragi bo'lmish G'ijduvondan takkoy ko'ylakcha olib beraman. Domodga ham oldirtirmaymiz, o'zim olib beraman. G'ijduvon? G'ijduvon, La Sofi saloni. Xebekani yonida 10 yildan beri Buxoroga xizmat ko'rsatadi. Endi G'ijduvonga ochildi. Unga ham 1 yil bo'ldi. Nanajon, hamma ko'ylaklari yangi ekan. Ha, endi oyiga 2 marta yangi ko'ylak kiygandan keyin yangi bo'ladi-da. Nanajon, bu ko'ylak bilan men O'zbekiston malikasiga aylanaman-ku. Da конечно, bizni paytimizda ko'ylak olgandan keyin ro'yxat qilib berardi. Nedimka, shpilka, kiprik, tirnoq, prelis olib keldi. Lekin La Sofida hammasi ichida. Qirolicha bo'lding. La Sofi ko'ylagingga mos, brendli kosmetika ham ishlatadi. Qizim, agar bitta oligarx kuyov topsang, ketmonimiz uchdi. Qimmat ko'ylakni zakaz qilsak ham La Sofi olib keladi. Qachon kuyov topasan?